Dehqon bozorimizning kirishida qadrdon jo'ramiz chiroyli deb mana birinchi, ikkinchi mestamizda meva-chevalar yoyib cho'p ketib taxlab qo'ydi. Jo'ra. Yaxshimisan? Jo'rajonimsan, sen yaxshimi? Obunachilarga meva-chevalardan qo'ltinay, banan, ananas, kivilarning baholari qiziq. Bir chetdan. Olmalarimiz bor, arzon bahada 6000 so'mdan. 6000 so'm. 8000 so'mlik. 8000 so'm. 10000 so'mlik. Buyog'i 10000 so'm. Miding buyog'i 10000 so'm. Aha. Iranskiy olmalarimiz bor. Iranskiy olmalar 20000 so'mlik. 20000 so'm. Olmalar. Aha. So'ng o'zimizning dehqonning olmalari bor. 2 klass 15000 so'm. 2 klass 15000 so'm. Ha, nashotalar bor. So'ng 18000 so'mdan beramiz skidga bahada. Kivilarimiz Kivilar 33000 so'mdan beramiz. 33000 so'mdan klasi. Mandarinlardagi 20 xili bor. Ha, 2 xili bu. 20000 so'mligi bor, 23000 so'mligi bor. Ayda bor. 33 dan beramiz. 23 dan beramiz ona. 23000 so'm. 23 dan beramiz. Aha, bu yoqda qiziq narsalar, bananning qultmayning baholari necha so'm? Banandikini 24 etib beramiz 24. klassini havo. Qultnaydiki ana shu turishi necha so'm? 18000 so'mga beramiz. 18000 so'm. Mana obunachilar boshqa yerlarda 20000, 25000 sotilgan qultnay 18000 so'mdan. Bu qultnay necha so'm? O'qonishdagi. O'qonishdagi 30000 so'mga beramiz. 30000 so'mdan beriladi. Endi jo'ra bizning bozorimizga ko'p to'ychilar keladi, boshqalar keladi. To'ychilarga skidkalarimiz qaytalatonlar bor. 1 so'm, yarim so'm berna qaytaladi. Xudo xolasa, dehqon bozorimizning kirishida o'ng qo'lda birinchi, ikkinchi mestamizda. Kelaverasizlar obunachilar.